الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jalsadan oldingi xutbada men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shukr qilishdagi yuksak namunalari, u zotning amallari va aytganlari haqida bayon qilgan edim. Bugun ham shu mavzuda so'z yuritaman. U zot sallallohu alayhi vasallam Alloh taologa shukr qilishga e'tibor qaratar ekanlar, eng kichik ne'mat uchun ham shukr qilishni ta'lim berdilar. Shu munosabat bilan Hazrat Anas ibn Malik raziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Alloh taolo o'z bandasi bir luqma yeb uning uchun Allohga hamd aytsa yoki bir qultum ichimlik ichib uning uchun ham Allohga hamd aytsa, bundan rozi bo'ladi. Shuningdek, Hazrat Oysha raziyallohu anha rivoyat qiladilar: bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyga kirdilar va yerda yotgan bir bo'lak nonni ko'rdilar. U zot uni qo'lga oldilar, tozaladilar va yeb oldilar. So'ng shunday dedilar: Ey Oysha, qadrli ne'matni hurmat qil, chunki rizq ne'mati bir qavmdan ketsa, yana ularga qaytmaydi. Demak, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amallari edi. U zot ko'rinishdan eng kichik ne'mat uchun ham Alloh taologa shukr qilar, uning ne'matlariga minnatdorlik bildirar edilar. Shuningdek, o'z ahliga ham buni ta'kidlar edilar. Demak, agar biz rizqimizda baraka bo'lishini istasak, Alloh taoloning har bir ne'mati uchun shukr qilishimiz zarur. Hazrat Ibn Abbos raziyallohu anhu rivoyat qiladilar: Makka fath qilingan kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z amakilarining qizi Ummu Hani binti Abu Tolibning uylariga tashrif buyurdilar. U paytda u zot och edilar. U zot: biz yeydigan biror narsangiz bormi deb so'radilar. U kishi: menda quruq non bo'laklaridan boshqa hech narsa yo'q. Ularni sizga taqdim qilishga uyalaman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'shani olib keling dedilar. U kishi non bo'laklarini suvga solib yumshatdilar. Keyin tuz olib keldi. U zot: biror qo'shimcha taom bormi deb so'radilar. U kishi: yo Rasululloh, ozgina sirkadan boshqa hech narsa yo'q deb javob berdilar. U zot sallallohu alayhi vasallam o'shani ham olib keling dedilar. U zot sirkani non ustiga quydilar va undan yedilar hamda Alloh azza va jallaga hamd aytdilar. So'ng shunday dedilar: sirka naqadar yaxshi taomdir. Ey Ummu Hani, uyida sirka bo'lgan xonadon hech qachon kambag'al bo'lmaydi. Mana shular u zotning shukr qilishdagi yuksak namunalari edi. Biz shunday mamlakatlarda yashayapmizki, sanoqsiz ne'matlardan bahramand bo'lmoqdamiz. Lekin shunga qaramay, Alloh taologa shukr qilish haqqini to'liq ado etmayapmiz. Aksincha, ba'zan juda kichik narsalar uchun ham shikoyatlar paydo bo'ladi. Oila a'zolariga nisbatan ham shikoyatlar qilinadi. Bu narsani olib kelmadi, u narsani olib kelmadi deyiladi. Hazrat Muslihi Maud raziyallohu anhu shukrsizlik qiluvchilarning holatini va sahobalarning shukr qilishdagi namunasini juda ta'sirchan tarzda bayon qilib, shunday deydilar: sizlardan biringizning tanasida eski yoki yirtiq kiyim bo'lsa, darhol yig'laysiz va qanday baxtsiz ekanmizki, kiyish uchun yirtiq kiyim nasib qildi deysiz. Ammo sahobalarga yirtiq kiyim nasib bo'lsa, ularning boshi Alloh taolo huzurida egilib ketar edi. Ularning tillari Allohning ehsonlarini zikr qilish bilan nam bo'lar va Alloh bizga qanday yaxshi kiyim ato qildi der edilar. Agar ularga 4 kundan keyin quruq nonning bir bo'lagi nasib bo'lsa, ko'zlarida shodlik porlar
va alhamdulillah, Alloh bizga o'zining ne'mati bilan ehson qildi der edilar. Shuning uchun quruq non bo'lagi ularga bergan foydani bugungi palov va qovurmalar ham sizlarga bermaydi. Hazrat Muslih Maud raziyallohu anhu jamoat a'zolariga murojaat qilib shunday dedilar: bugun kimga palov berilsa, u palovni yeydi, lekin shu bilan birga qani endi palov bilan shirin guruch ham bo'lganida deb afsus qiladi. Kimga palov ham shirin guruch ham nasib bo'lsa, u yana qani endi firni, ya'ni shirinlik nomi ham bo'lganida deb nola qiladi. Kimga moshxo'rda berilsa, u go'shtni orzu qiladi. Kimga go'sht berilsa, u guruchni xohlaydi. Kimga 4 ta non berilsa, shu tarzda u zot batafsil bayon qiladilar. Xulosa qilib shunday deydilar: ammo sahobalarning ahvoli qanday edi? Ularga quruq nonning bir bo'lagi ham nasib bo'lsa, biz bu bo'lakka ham loyiq emas edik. Bu Alloh taoloning fazlidirki, bizga shu bo'lakni ham ato qildi der edilar. Natijada o'sha quruq non ularga singib ketar. Ularning ichida yuksak iroda paydo qilar. Shukr qilish hissini yanada kuchaytirar edi. Makka fathi kuni arablarning hukmronligi tugagan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 10,000 sahoba bilan Makkaga kirganlarida butun umrini islomga dushmanlik bilan o'tkazgan Makkaning katta boshliqlari boshlarini egib u zotning huzurlariga keldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga: boringlar, men sizlarga hech narsa demayman, hammangiz ozodsizlar dedilar. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Ummu Xonining uylariga tashrif buyurdilar. Ummu Xoni u zot amakilarining qizlari edilar. Bu yerda amma deb yozilgan, menimcha bu yozishdagi xato bo'lsa kerak yoki ehtimol bayon qilishda yangilish bo'lgan. U zot yeydigan biror narsa bormi deb so'radilar. U kishi yeydigan hech narsa yo'q. Agar bo'lganida o'zim sizga berardim. Faqat bir necha kundan beri yotgan quruq non bor dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mayli o'shani olib keling dedilar. Nonni olib kelganlarida u zot bu juda yaxshi non. Sen esa uyimda yeydigan hech narsa yo'q deb xafa bo'lyapsan dedilar. Keyin suv keltirildi. Rasululloh nonni suvga botirdilar va biror taom ham bormi deb so'radilar. U kishi qayerdan bo'lsin? Agar bo'lganida avval o'shani olib kelar edim. Faqat ozgina sirka bor dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam naqadar yaxshi taom dedilar. Sirkani olib kelishdi va u zot uni nonga qo'yib yedilar. Hazrat Muslih Maud raziyallohu anhu shunday dedilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sirkani ham Allohning ne'mati deb bildilar va quruq nonni sirka bilan yeb Allohning fazli uchun shukr qildilar. Aslida insonning hazm qilishi qalbidagi shodlikdan paydo bo'ladi. Agar oddiy bir narsa ham xursandchilik bilan yeyilsa, u katta quvvat beradi. Ammo eng yaxshi taom ham g'am bilan yeyilsa, insonga hech qanday kuch bermaydi. Odamlar bizga ko'proq narsa kerak edi, kam berildi deb o'ylaydilar. Ammo sahobalar bizga bunchalik ham berilmasligi kerak edi, lekin Alloh ko'proq ato qildi deb o'ylardilar. Ularning shukr qilish usuli shunday ediki, ozgina narsa ham nasib bo'lsa, bu ham juda ko'p der edilar. Shuning uchun bitta non ham ularga shunday foyda berardiki, sizlarga berilgan 10 ta non ham uni bermaydi. So'ngra u zot shunday dedilar: buning sababi shuki, sizlardan ba'zilar hali iymonning shirinligini tatib ko'rmagan. Qalblaringiz Alloh sizlarni buyuk ruhoniy vazifa uchun yaratganini to'liq anglamagan. Alloh kimni ruhoniy isloh va inqilob uchun yaratgan bo'lsa, uning oldida dunyoning eng katta podshohi ham hech narsa emas. Lekin sizlar o'z maqomingizni anglash va vazifalaringizni his qilish o'rniga juda arzimas va past narsalarga e'tibor berasizlar. Menga bu berilmadi, u berilmadi deb shikoyat qilasizlar. Qachonki Alloh sizlarni qanday maqsad uchun yaratganini anglamasangiz va o'z darajangizni bilmasangiz, haqiqiy xizmat qila olmaysiz. Alloh sizlarni shunday maqomga qo'yganki, qalbingiz doimo shodlik bilan to'lib turishi,
sizda hamisha hushyorlik va g'ayrat namoyon bo'lishi kerak. Agar bu sifat sizlarda paydo bo'lsa, darhol shunday kuch hosil bo'ladiki, eng oz ozuqa ham sizlarni katta xizmatlarni bajarishga qodir qiladi. Demak, bu shunday bir yo'l yo'riqdirki, uni har bir ahmadiy, ayniqsa imkoniyatlari cheklanganlar ham amalga oshirishi kerak. Lekin bu xususan hayotlarini bag'ishlaganlar uchun o'zlarining shukr qilish darajasini oshirishda qo'llashlari lozim bo'lgan muhim yo'ldir. Bunga juda katta ehtiyoj bor. Shuningdek, bu hisni o'z turmush o'rtog'i va farzandlarda ham imkon qadar ko'proq shakllantirish zarur. Chunki hayotlarini bag'ishlaganlar o'zlarini bag'ishlagan maqsadi juda ulug' maqsaddir. Ulug' maqsadga erishish uchun o'sha ulug' maqsadga erishgan zotlarning namunalari oldimizda bo'lishi va ularga amal qilishga harakat qilinishi kerak. Shundagina bu maqsadga erishish mumkin bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarning xizmatlarini qanday qadrlaganlari va ular uchun qanday duolar qilganlari haqida bir rivoyat bor. Hazrat Abu Qatoda raziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga shunday dedilar: sizlar bu kechani to'liq yo'l yurib o'tkazasizlar va inshaalloh ertaga suvga yetib borasizlar. Bu safar paytida aytilgan edi. Shundan keyin odamlar shunday yo'l yurdilarki, hech kim boshqasiga e'tibor bermadi. Hazrat Abu Qatoda aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'lda davom etar edilar. Yarim kecha o'tgach, men u zotning yonlarida edim. U zotni mudroq bosdi va tuyalari ustida bir tomonga og'ib qoldilar. Men yaqinlashib u zotni uyg'otmasdan suyab turdim. Nihoyat u zot yana to'g'ri o'tirib oldilar, keyin yana yo'lda davom etdilar. Kechaning katta qismi o'tgach, yana mudroq tufayli bir tomonga og'dilar. Men yana u zotni uyg'otmasdan suyab turdim, toki yana to'g'ri o'tirib olishlarigacha. Shundan keyin ham yo'lda davom etdilar. Saharning oxirgi qismiga yetganda avvalgi 2 martaga qaraganda ko'proq og'ib ketdilar. Hatto tuyadan yiqilib ketishlariga oz qoldi. Men yana yaqinlashib u zotni suyab turdim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshlarini ko'tarib, "Kim bu?" deb so'radilar. Men Abu Qatoda deb javob berdim. U zot "Qachondan beri men bilan shunday yuribsan?" deb so'radilar. Men "Kechadan beri siz bilan birgaman" dedim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday duo qildilar: Alloh seni asrasin. Sen Allohning payg'ambarini qanday muhofaza qilgan bo'lsang, Alloh ham seni shunday muhofaza qilsin. Shu tariqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xizmatga nisbatan chuqur minnatdorliklarini izhor etdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shukr qilish borasida biz uchun qanday buyuk namuna qoldirganlar. Bir rivoyatda Hazrat Umoma raziyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Rabbim azza va jalla menga Makka vodiysini oltinga aylantirib berishni taklif qildi. Men esa, ey Rabbim, yo'q. Men bir kun och, bir kun to'q bo'lishni istayman. Bir kuni to'q bo'lsam, senga hamd aytib shukr qilaman. Bir kuni och bo'lsam, sening huzuringda ojizlik bilan yolvoraman va sendan duo qilaman dedim. Hazrat Abdulloh ibn Mas'ud raziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suv ichganlarida idishdan 3 marta nafas olib ichar edilar. Bir nafasda butun idishdagini ichmas edilar, balki 3 martada ichar edilar. Har bir nafasdan keyin Allohga hamd aytar, oxirgi nafasdan keyin esa Allohga shukr qilar edilar. Xuddi u zot aytganlaridek, hatto bir qultum suv ichsangiz ham Allohga hamd va shukr ayting. Mana shu suv ichishning shukr bilan bog'liq odobidir. Bu sog'liq uchun ham foydali. Suvni birdaniga ichish emas, balki asta-sekin, to'xtab ichish kerak. Sahih Buxoriyda rivoyat qilingan uzun hadisda Hazrat Abu Hurayra raziyallohu anhu shunday dedilar: Allohga qasamki, undan boshqa hech iloh yo'q. Ochlikdan jigarimni yengillatish uchun qornimni yerga bosib yotar edim. Ba'zan esa ochlik sababli qornimga tosh bog'lab olardim. Bu bir kun emas, bir necha kun davom etgan holat edi. Bir kuni odamlar o'tadigan yo'lga borib o'tirdim. Ahvolim juda og'ir edi. O'sha yerdan Hazrat Abu Bakr raziyallohu anhu o'tdilar. Men Qur'oni Karimdan bir oyat haqida so'radim. U oyat muhtojlar, so'ramaydigan faqirlar va och kishilar haqida edi.
U kishi menga uning ma'nosini tushuntirib berdilar va yo'llarida davom etdilar. Keyin Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'tdilar. U zot ham ma'nosini tushuntirib berdilar va ketdilar. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mening oldimdan o'tdilar. Meni ko'rishlari bilan tabassum qildilar. Yuzimdan ahvolimni va qalbimdagi holatni anglab yetdilar. U zot Abu Hir dedilar. Men labbay yo Rasululloh dedim. U zot ortimdan yur dedilar. U zot uylariga kirdilar, men ham orqalaridan bordim. Keyin menga ham ichkariga kirishga ruxsat berdilar. Uyda bir idishda sut turgan ekan. Rasululloh ahli baytlardan bu qayerdan keldi deb so'radilar. Ular falon kishi hadya qilib yubordi deb javob berishdi. Shunda yana Abu Hir dedilar. Men labbay yo Rasululloh dedim. U zot ahli suffani chaqirib kel dedilar. Ahli suffa doimo ehtiyojmand va ko'pincha och yuradigan kishilar edi. Ular masjid hovlisida yashar, odamlar ba'zan uylariga olib borib ovqatlantirar edilar. Menga bu buyruq og'ir tuyuldi. O'zimcha bu ozgina sut ahli suffaga nima bo'ladi? Men undan ichishga ko'proq haqli edim. Shunda quvvat topardim. Endi ular kelishsa, Rasululloh menga ularga berishni tayinlaydilar. Men berishim shart. Menga esa hech narsa qolmaydi deb o'yladim. Lekin Alloh va uning rasuliga itoat qilishdan boshqa choram yo'q edi. Borib ularni chaqirib keldim. Ular kelib o'tirishdi. U zot Abu Hir dedilar. Men labbay yo Rasululloh dedim. U zot mana bu sutni ularga ber dedilar. Men idishni oldim, bir kishiga tutdim. U qorni to'yguncha ichdi. Keyin ikkinchisiga, keyin uchinchisiga. Shu tariqa hammalari ichib to'yishdi. Oxirida idish yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qaytdi. Ahli suffaning hammasi to'yib ichgan edi. U zot idishni qo'llariga oldilar, menga qarab tabassum qildilar va dedilar. Abu Hurayra, men labbay yo Rasululloh dedim. U zot endi men bilan sen qolding dedilar. Men rost aytdingiz yo Rasululloh dedim. U zot o'tir va ich dedilar. Men o'tirib icha boshladim. U zot yana ich dedilar. Men yana ichdim. U zot yana ich dedilar. Men shuncha ichdimki, oxiri sizni haq bilan yuborgan zotga qasamki, endi bir tomchi ham sig'maydi dedim. Shunda u zot idishni menga ber dedilar. Men idishni u zotga berdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham och bo'lishlariga qaramay, avval Alloh taologa shukr aytdilar. Allohning nomini tilga oldilar va qolgan sutni ichdilar. Mana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shukr qilishdagi yuksak namunalari edi. Shu shukrning barakoti bilan Alloh taolo sutga shunday baraka berdiki, barcha sahobalar ham to'yib ichdilar. Keyin u zot ham shu sut bilan ochliklarini bosdilar. Hazrat Oysha radhiyallohu anha rivoyat qiladilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Kimga biror yaxshilik qilinsa, u bu yaxshilikka munosib ravishda javob qaytarsin. Agar bunga imkoniyati bo'lmasa, o'sha yaxshilikni odamlar oldida zikr etsin. Chunki kim uni zikr etsa, shukr qilgan bo'ladi. Kim o'zida bo'lmagan bir ulug'likni soxta ravishda da'vo qilsa, u xuddi ikki yolg'on kiyim kiygan kishiga o'xshaydi. Ya'ni u boshdan oyog'igacha yolg'onga o'ralgan bo'ladi. Rivoyat qilinishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tog'alari Asvad ibn Vahb ibn Abdumanof ibn Zuhra u zotning huzurlariga kirish uchun ruxsat so'radilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Ey tog'am, marhamat qilib kiring" dedilar. U kishi kirganlardan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z ridolarini yozib, "Bunga o'tiring, chunki tog'a ota o'rnidadir" dedilar. So'ng u zot shunday dedilar: "Ey tog'am, kimga biror yaxshilik qilinsa va u bu yaxshilik uchun rahmat aytmasa, hech bo'lmasa o'sha yaxshilikni zikr etsin. Chunki u bu haqda gapirsa, go'yoki shukr qilgan bo'ladi." Shukrning bu jihatini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'z hayotlarida qanday ko'ramiz? Bu haqda juda ko'p voqealar bor. U zot doimo o'zlariga yaxshilik qilgan kishilarni eslab turar va har bir fursatda ularni tilga olar edilar. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muhtarama zavjalari Hazrat Hadicha radhiyallohu anha u zotga har qadamda qadr-qimmat ko'rsatgan, yaxshi muomala qilgan inson edilar.
U kishi Makkaning boy ayollaridan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan nikohlaridan keyin o'zlarining butun mol-mulklarini u zotning ixtiyorlariga berib, uni xohlaganingizdek ishlating dedilar. Nubuvat davosidan keyin esa har bir qiyinchilik va har bir mushkullikda u kishi to'liq ixlos va vafo bilan u zotning yonlarida turdilar. Nihoyat payg'ambarlikning 10-yilida vafot etdilar. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam bu vafodor ayollarning yaxshiliklarini va xizmatlarini umrlarining oxirigacha eslab yurdilar va doimo ularning ezguliklarini tiliga olar edilar. U zot Hazrat Xadichani shunchalik ko'p yod etardilarki, ba'zan boshqa azvoji mutahharotlarga ham rashk kelar edi. Chunonchi Hazrat Oysha radhiyallohu anha bayon qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Hazrat Xadichani eslaganlarida u kishini maqtar va juda chiroyli tarzda maqtar edilar. Bir kuni menda rashk paydo bo'ldi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga siz hali ham o'sha kampirni yod etasizmi? Holbuki Alloh azza va jalla sizga undan yaxshiroq ayollarni bergan dedim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Alloh taolo menga undan yaxshiroq xotin bermagan. Chunki Xadicha boshqalar meni inkor qilgan paytda meni qabul qildi. Odamlar meni yolg'onchi deganlarda u meni tasdiqladi. Odamlar meni mol-mulkdan mahrum qilganlarda u o'z mol-mulki bilan menga yordam berdi. Alloh taolo menga undan farzandlar ato etdi. Boshqa ayollardan esa menga farzand bermadi. U zot sallallohu alayhi vasallam butun umrlari davomida Hazrat Xadichaning xizmatlarini eslab yurdilar va doimo u zotga nisbatan o'z shukr va minnatdorchiliklarini izhor qilib keldilar. Shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z do'stlari u zotga qanday yordam bergan bo'lsalar, ularning yaxshiliklarini doimo eslab, katta minnatdorlik izhor qilar edilar. Bir marta Hazrat Umar radhiyallohu anhu bilan Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu o'rtalarida kelishmovchilik yuz berdi. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xabar yetganda, u zot boshqalarga Hazrat Abu Bakrning qilgan katta yaxshiliklarini eslatdilar va sahobalarga u kishiga ozor bermaslikni nasihat qildilar. Ikkovlari bu masalani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga olib kelganlarida ikkalalari ham pushaymon bo'ldilar. Hazrat Abu Bakr: "Men Hazrat Umarga nisbatan nohaqlik qildim, meni kechirsangiz" dedilar. Hazrat Umar ham: "Men nohaqlik qildim, meni kechirsangiz" dedilar. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Umarning gaplariga e'tibor bermadilar, balki Hazrat Umarning Hazrat Abu Bakr bilan tortishganlaridan noroziliklarini bildirdilar. So'ng: "Ey Abu Bakr, Alloh sizning ayblaringizni berkitsin va sizni kechirsin" dedilar. Keyin Hazrat Umar ham pushaymon bo'lib Hazrat Abu Bakrning uylariga bordilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ey insonlar, Alloh meni sizlarga payg'ambar qilib yubordi. Sizlar yolg'on aytyapsan dedingiz. Abu Bakr esa u rost aytyapti" dedi. "U o'z joni va mol-mulki bilan menga hamdardlik ko'rsatdi. Endi sizlar mening do'stimni men uchun tinch qo'yasizlarmi, yo'qmi?" U zot bu gapni 2 marta aytdilar. Shundan keyin Hazrat Abu Bakrga hech qachon ozor berilmadi. Doimo u zotga g'amxo'rlik qilindi. Hazrat Abu Said Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarga murojaat qilib shunday dedilar: Alloh bir bandaga dunyoda qolishni yoki Alloh huzuridagi ne'matni tanlash ixtiyorini berdi. U banda esa Alloh huzuridagi ne'matni tanladi. Hazrat Abu Said radhiyallohu anhu aytadilar: Bu gapni eshitgan Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu yig'lab yubordilar. Biz esa u kishining yig'laganlaridan ajablandik. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ixtiyor berilgan bir banda haqida gapirayotgan edilar. Hazrat Abu Bakr esa buni eshitib yig'ladilar. Aslida bu yerda nazarda tutilgan zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari edi. Hazrat Abu Bakr bu ma'noni boshqa sahobalardan ko'ra yaxshiroq tushunganlari uchun yig'ladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Suhbati va mol-mulkini sarflashi jihatdan odamlar ichida menga eng ko'p yaxshilik qilgan kishi Abu Bakrdir. Agar Rabbimdan boshqa biror kishini o'zimga yaqin do'st qilib olishim
mumkin bo'lganida albatta Abu Bakrni tanlagan bo'lardim. Hazrat Abu Bakrning yig'lashlariga sabab shu ediki, u zot bu so'zlarni eshitib, Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'z huzuriga chaqirmoqchi ekanini anglab yetgan edilar. Makkada musulmonlarga turli xil azob uqubatlar yetkazilganida, ular Alloh taoloning izni bilan Habashiston tomon hijrat qildilar. O'sha vaqtda Habashiston podshohi ularga o'z mamlakatida panoh berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu podshoh Najoshiyning yaxshiligini doimo yodda tutdilar va har bir fursatda o'z so'zlari va amallari bilan bu yaxshilik uchun minnatdorliklarini izhor qildilar. Chunonchi Najoshiyning elchilari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelganlarida u zot ularni kutib olish uchun o'rinlaridan turdilar. Sahobalar, "Yo Rasululloh, biz o'zimiz yetarlimiz" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Ular bizning sahobalarimizni katta ikrom va hurmat bilan qabul qilgan edilar. Men ularning bu yaxshiligiga o'zim javob qaytarishni xohlayman." So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuddi shu minnatdorlik va shukr tuyg'usi bilan Najoshiyning g'oyibona janoza namozini ham o'qidilar. Chunonchi Hazrat Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallamga Najoshiyning vafot etgani haqida xabar yetganda, u zot uning g'oyibona janoza namozini o'qidilar. Sahobalar esa u zotning orqalarida saf tuzdilar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoza namozida 4 marta takbir aytdilar. Ansorlarning qilgan xizmatlari uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning minnatdorliklarini izhor qilganlari haqida ham bir rivoyat bor. Nubuvatning 13-yili Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrat qilishlaridan oldin Madinadan 70 kishi kelib, u zotning qo'llarida bay'at qildilar. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida o'z jonlarini himoya qilgandek u zotni ham himoya qilishga ahd qildilar. Shu paytda ansoriy sahobalardan biri: "Yo Rasululloh, Madinadagi yahudiylar bilan bizda qadimdan munosabatlar bor. Sizga yordam berishimiz bilan bu munosabatlar uziladi. Alloh sizga g'alaba bergandan keyin bizni tashlab Makkaga qaytib ketishingizdan qo'rqmaysizmi?" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Yo'q, bu hech qachon bunday bo'lmaydi. Sizning qoningiz mening qonimdir. Sizning do'stlaringiz mening do'stlarimdir. Sizning dushmanlaringiz mening dushmanlarimdir" dedilar. Hazrat Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hojatxonaga kirganlarida men u zot uchun tahorat suvini qo'yib qo'ydim. U zot "Bu suvni kim qo'ydi?" deb so'radilar. Biz aytib berdik. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men uchun duo qilib, "Allohumma faqihhu fid-din", ya'ni Allohim uni dinda faqih qilgin dedilar. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hatto juda oddiy bir xizmat uchun ham minnatdorliklarini izhor qilar edilar. Bir rivoyatda aytilishicha, Xaybar g'azotidan keyin yo'lda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Safiya radhiyallohu anha bilan nikohlandilar. Nikoh kechasi Hazrat Abu Ayyub Xolid ibn Zayd radhiyallohu anhu tun bo'yi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning chodirlari tashqarisida qo'riqchilik qilib turdilar. Ertalab Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyg'onganlarida Abu Ayyubning hanuz tashqarida qo'riqchilik qilib turganlarini ko'rdilar va "Ey Abu Ayyub, hammasi joyidami, nima bo'ldi?" deb so'radilar. U kishi: "Yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men sizga bu ayol tomonidan biror zarar yetib qolishidan xavotirlandim. Chunki Xaybar jangida siz uning otasi, eri va qavmining ba'zi kishilarini qatl etgan edingiz. U esa yaqindigina islomni qabul qildi. Shuning uchun undan sizga nisbatan xavf bo'lishidan qo'rqdim" deb javob berdilar. Rivoyat qiluvchining aytishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abu Ayyubning bu samimiyligini ko'rib, u kishi uchun duo qildilar. "Ey Alloh, Abu Ayyub meni butun tun qanday muhofaza qilgan bo'lsa, sen ham uni shunday muhofaza qilgin." Mut'im ibn Adi Makka mushriklarining zolimona sahifasini yirtib tashlagan shaxs edi. Shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Toifdan qaytib kelganlarida
u zotni o'z himoyasiga olib Makkaga kiritgan edi. Shuning uchun Badr jangida asirlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga olib kelinganlarida u zot Mut'im ibn Adining yaxshiliklarini yodga oldilar. Rivoyat qilinishicha, Muhammad ibn Jubayr o'z otalari Hazrat Jubayr ibn Mut'im raziyallohu anhudan rivoyat qiladilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Badr asirlari haqida shunday dedilar: agar Mut'im ibn Adi tirik bo'lganida va mendan bu nopok kishilar haqida shafoat so'raganida, men uning hurmati uchun ularni ozod qilgan bo'lardim. Hazrat Mirzo Bashir Ahmad sohib ham bu voqeani yozganlar. U kishi bu voqeani bayon qilganlaridan keyin shunday yozadilar: Mut'im ashaddiy mushrik edi va shu holatda vafot etdi. Lekin uning tabiatida oliyjanoblik bor edi. Chunonchi Qurayshning zolimona sahifasi tufayli musulmonlar Shabi Abu Tolibda qamalib qolgan edilar. Ana shu sahifani Mut'imning o'zi yirtib tashlagan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Toifdan qaytib kelganlarida ham Mut'im u zotni o'z himoyasiga olib Makkaga kiritgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu so'zlari ana shu yaxshilikni eslash va undan ta'sirlangan holda aytilgan edi. Aslida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ana shu xislatlari juda yaqqol edi. Biror kishi u zotga ozgina bo'lsa ham yaxshilik qilsa, u zot uning yaxshiligini hech qachon unutmas edilar. Doimo uning yaxshiligiga amaliy ravishda javob qaytarish imkoniga ega bo'lishni istardilar. Bu dunyoparast kishilar kabi bir marta birovning yaxshiligiga yaxshilik bilan javob qaytarib, keyin endi uning yaxshiligiga javob qaytarildi deb qo'yishdan iborat emas edi. Aksincha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun umrlar davomida uning yaxshiligiga javob qaytarishga harakat qilar yoki zikr etar edilar. Abdulloh ibn Abi Rabi'a Mazxumiy o'z otalaridan, u zot esa bobolaridan rivoyat qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Hunayn g'azotiga otlanganlarida undan 30 yoki 40 ming miqdorda qarz oldilar. Hunayndan qaytib kelganlarida esa bu qarzni to'liq ado etdilar. So'ngra Nabiy sallallohu alayhi vasallam unga Alloh taolo ahlingizga va mol-mulkingizga baraka bersin deb duo qildilar. Demak, mol-mulk va qarz masalasida qarzni to'liq ado etish hamda qarz bergan kishiga tashakkur bildirish uning haqqini ado etishning bir ko'rinishidir. Hazrat Amr ibn Ahtab raziyallohu anhu bayon qiladilar: bir marta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suv so'radilar. Men u zot uchun bir idishda suv olib keldim. Unda bir tola soch bor edi. Men o'sha sochni olib tashladim va idishni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tutqazdim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohumma jamilhu, ya'ni ey Alloh uni chiroyli qilgin deb duo qildilar. Oddiy va kichik bir ish bo'lsa ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shukr bildirmay qoladigan biror fursat bo'lmas edi. Rivoyat qiluvchi aytadi: keyinchalik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu duolarning unga ta'sir qilganini ko'rdim. U 93 yil umr ko'rdi va uning boshi hamda soqolida birorta ham oq soch yo'q edi. Shuningdek, Qatoda raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi Hazrat Anas raziyallohu anhudan eshitganlarini bayon qiladilar. Hazrat Ummu Sulaym raziyallohu anha Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Anas sizning xizmatkoringizdir dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Anas uchun duo qilib, ey Alloh, uning mol-mulki va farzandlarini ko'paytirgin va unga bergan narsalaringda baraka qo'shgin dedilar. Bu duoning qabul bo'lgani haqida shunday rivoyat qilinadi. Hazrat Anas raziyallohu anhu Allohga qasamki, albatta mening mol-mulkim juda ko'p. Bugungi kunda farzandlarim va nabiralarimning soni qariyb 100 kishiga yetdi deganlar. U zot sallallohu alayhi vasallam qilgan nasihatlari zikri uchraydi. Hazrat Jobir raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar: kimga biror yaxshilik qilinsa va u bu yaxshilikni zikr etsa, uning shukrini ado etgan bo'ladi. Kim uni yashirsa, yaxshilikka nisbatan noshukrlik qilgan bo'ladi.
Hazrat Oysha raziyallohu anhodan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam sovg'ani qabul qilar va unga javoban sovg'a berar edilar. Hazrat Jobir ibn Abdulloh raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Kimga biror sovg'a berilsa, agar uning imkoniyati bo'lsa, o'sha sovg'aga javoban sovg'a bersin. Agar bunga imkoniyati bo'lmasa, sovg'a bergan kishini maqtasin. Chunki kim uni maqtasa, uning shukrini ado etgan bo'ladi. Kim uni yashirsa, noshukrlik qilgan bo'ladi. Bular jamiyatda mehr-muhabbat va bag'rikenglikni paydo qilish uchun juda zarur bo'lgan asosiy axloqlardir. Hazrat Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, bir badaviy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir tuya sovg'a qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa unga javoban 6 ta tuya berdilar. Hazrat Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, bir kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib bir narsa so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarz olib unga yarim vasaq, ya'ni taxminan 80 kilogramm atrofida g'alla berdilar. Keyin qarz bergan kishi qarzini so'rab keldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga bir vasaq berib, yarim vasag'i qarzni uzish uchun, qolgan yarim vasag'i esa minnatdorchilik sifatida sovg'adir deb marhamat qildilar. Hazrat Abu Hinddan rivoyat qilinadi, Tamim ibn Avs ad-Doriy Shomdan Madinaga qandillar, zaytun moyi va eshilgan arqonlar olib keldi. Madinaga yetib kelganida tasodifan juma kechasi edi. U quliga buyruq berdi. Quli arqonlarni tayyorladi, Masjidi Nabaviyda qandillarni osdi, chiroqlarga moy quyib piltalarni joyladi. Quyosh botganida esa Tamim quliga ularni yoqishni buyurdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjid tomon kelganlarida masjidning ana shu chiroqlar bilan yoritilganini ko'rdilar. Buni ko'rib juda xursand bo'ldilar va bu ishni kim qildi deb so'radilar. Odamlar, "Yo Rasululloh, Tamim Doriy qildi" deb javob berdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga duo qilib, "Sen islomni yoritding. Alloh seni dunyoda ham, oxiratda ham nurli qilsin" dedilar. So'ng agar mening qizim bo'lganda, seni u bilan nikohlagan bo'lar edim, dedilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning masjidni yoritganini olqishladilar. Hazrat Oysha raziyallohu anhodan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam kechasi namozda shu qadar ko'p turardilarki, hatto oyoqlari yorilib ketardi. Buni ko'rib Hazrat Oysha raziyallohu anho, "Yo Rasululloh, nima uchun bunday qilasiz? Holbuki Alloh taolo sizni avvalgi va keyingi gunohlardan pok va muhofaza qilingan holda saqlagan-ku" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Shukr qiluvchi banda bo'lishni yaxshi ko'rmayinmi?" deb javob berdilar. Rivoyatda agar oyoqlarida og'riq yoki uzoq tik turishda qiyinchilik paydo bo'lsa, ba'zan o'tirib namoz o'qiganlar ham zikr qilinadi. O'tirib Fotiha surasi va boshqa suralarni o'tirgan holda o'qirdilar. Ruku qilishni istaganlarida esa o'rinlaridan turib keyin ruku qilardilar. Ato rivoyat qiladilar. Bir marta men Ibn Umar va Ubaydulloh ibn Umar bilan birga Hazrat Oysha raziyallohu anhoning huzurlariga bordim. Men Ummul Mo'minin Hazrat Oysha raziyallohu anhodan menga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda ko'rgan eng ajoyib holatlaringizdan birortasini aytib bersangiz deb so'radim. Shunda Hazrat Oysha raziyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni eslab qattiq bezovtalanib yig'lab yubordilar. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning har bir holatlari ajoyib edi dedilar. U zot aytib berdilar. Bir kecha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mening huzurimga kelib, men bilan birga yotoqqa yotdilar. Birozdan so'ng, "Ey Oysha, bugun kechasi Rabbimga ibodat qilishimga ijozat berasanmi?" dedilar. Men Allohga qasamki, sizning xohishingizni hurmat qilishni va sizning yaqiningizda bo'lishni yaxshi ko'raman. Sizga men tomondan ijozat dedim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rinlaridan turib
meshdan tahorat oldilar va namozga turdilar. Namozda shu qadar ko'p yig'ladilarki, ko'z yoshlari ko'ksilariga tushardi. Namozdan so'ng o'ng tomonlariga suyanib, o'ng qo'llarini o'ng yonoqlari ostiga qo'yib o'tirdilar va yana yig'lay boshladilar. Hatto ko'z yoshlari yerga tomchilay boshladi. Bomdod azonini aytish uchun Bilol raziyallohu anhu kelganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shu holda yig'lab o'tirganlarini ko'rdilar va yo Rasululloh, nima uchun bunchalik yig'layapsiz? Holbuki Alloh taolo sizning avvalgi va keyingi barcha gunohlaringizni kechirgan-ku dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men Allohga shukr qiluvchi banda bo'lmasligim kerakmi? Nega yig'lamas ekanman? Bugun kechasi Rabbim menga ushbu oyatlarni nozil qildi dedilar. So'ng Oli Imron surasidagi mana shu oyatlarni tilovat qildilar. Oyatlarning tarjimasi quyidagicha: Albatta osmonlar va yerning yaratilishida hamda kecha va kunduzning almashinib turishida aql egalari uchun alomatlar bor. Ular tik turganlarda ham, o'tirganlarda ham va yonboshlari bilan yotganlarda ham Allohni yod etadilar hamda osmonlar va yerning yaratilishi haqida tafakkur qiladilar va beixtiyor, ey Rabbimiz, sen buni behuda yaratmagansan. Sen poksan. Bas bizni do'zax azobidan saqlagin deydilar. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu oyatlarni o'qigandan keyin shunday dedilar: Bu oyatlarni o'qib, ammo ular haqida tafakkur qilmagan kishi uchun halokat bor. Hazrat Muslihi Maud raziyallohu anhu bu hadisni sharhlar ekan, bir joyda shunday dedilar: Arab tilidagi ala akunu abdan shakuran, ya'ni shukr qiluvchi banda bo'lmayinmi degan so'zlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shukrlari haqidagi hadisda kelgan. U zot, ey Oysha, Allohning o'zi shukr qiluvchi banda bo'lish kerakmi? Bandaning vazifasi o'z mas'uliyatlarini ado etish emasmi degan ma'noda aytganlar. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdek inson ham qilgan barcha qurbonliklari va Alloh taologa nisbatan qalblardagi muhabbatning mo'l-ko'lligiga qaramay, kechalari Alloh taoloning huzurida shunchalik uzoq vaqt turgan bo'lsalar, hatto oyoqlari shishib ketgan bo'lsa, kunduzlari ham ibodat qilgan bo'lsalar va o'z hayotlarini Alloh taologa yanada yaqinlashishga, moslashtirishga harakat qilgan bo'lsalar, u holda qaysi inson o'zini bu mas'uliyatlardan mustasno deb hisoblay oladi? Hazrat Masihi Maud alayhisalom ham bu haqda shunday deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozlarda shu qadar ko'p yig'lar va uzoq tik turar edilarki, hatto oyoqlarida shish paydo bo'lardi. Sahobalar, Alloh taolo sizning barcha gunohlaringizni kechirgan. Shundan keyin bunchalik mashaqqat chekish va yig'lashingizga nima sabab deb so'radilar. U zot, men Allohga shukr qiluvchi banda bo'lmayinmi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu holatlari barchamizdan Alloh taoloning ne'matlariga shukr qilgan holda o'z shukrlarimizni eng yuqori darajaga yetkazishni talab qiladi. Shukr qilish bir joyda to'xtab qolish degani emas. Shukr qilish amallarda yanada taraqqiy etishni talab qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taqvoning eng yuksak darajasida edilar. Shuning uchun u zot abdi shakur, ya'ni shukr qiluvchi bandaning ham eng yuksak darajasini qo'lga kiritdilar va bizga ham sizlar ham abdi shakur bo'linglar deb ta'lim berdilar. Agar Alloh taoloning haqiqiy bandasi bo'lish huquqini ado etish kerak bo'lsa, Alloh taolo bizga qanchalik ko'p fazillarni nozil qilsa, shunchalik ibodat darajalarimizni yuksaltirishimiz va shukr qilishimiz kerak. Alloh taoloning fazillari natijasida suslik paydo bo'lmasligi kerak, balki ibodat va shukrda tobora oldinga siljishimiz lozim. Bas biz bu ta'limga amal qilar ekanmiz, inshaalloh ham yakka tartibda, ham jamoaviy ravishda taraqqiyot bosqichlarini bosib o'tib boramiz. Hazrat Muslihi Maud raziyallohu anhu buni yanada tushuntirar ekanlar. Bir joyda shunday deganlar: Nodondir u kishi,
karimhoyi tu maro kard gustoh degan. Bu forscha misra bo'lib, ma'nosi sening karaming meni beadab qilib qo'ydi deganidir. Ya'ni bu shoir Alloh taologa sening karaming meni beadab qilib qo'ydi deydi. Allohga shukr qiluvchi bo'lish o'rniga beadab bo'lib qoldim deydi. U noto'g'ri aytmoqda. Alloh taoloning fazllari insonni beadab qilmaydi, isyonkor ham qilmaydi. Aksincha, uning fazllari insonni yanada ko'proq shukr qiluvchi va itoatkor qiladi. Demak, sizlar avvalgidan ham ko'proq shukr qiluvchi bo'linglar. Chunki Alloh taolo la in shakartum la azidannakum, ya'ni agar bergan ne'matlarim uchun shukr qilsangiz, sizlarga yanada ko'paytirib beraman deb marhamat qilgan. Alloh taolo bizni haqiqiy shukr qiluvchilardan, haqiqiy ibodat qiluvchilardan qilsin va uning fazllariga doimo erishib boruvchilardan bo'lishimizni nasib etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر